Gerçi Prezident Trump devamı. Gerçi Prezident Trump özünün reis Xi Jinping bilen dostlaşkanlığını devamlı targı kılıp turысы mı? Dike yakından beri yüz bergen bazı işler Amerika-Cumhur münasebetinin ciddi halatda turvatkanlığını aşkarlap koydu. Barlık bu işlerinin arıq görünüşü Amerika-Cumhur münasebetidir. Uzundan beri devamlaşıp gelgen sonra talaş tartışlarıdır. Amerika Devlet Müdafiə Ministerliği buran Cumhur'a tarqatqan Tinch okeanda ötküzüldüğün harbiy manövrga qatnashishga taklif qilgan taklifnomani mushabda qaytirib oldi. Beşburcaklik bino ko'rsatgan sabab mundaq bo'ldi. Chunki Cumhur Janubiy dengizda o'zi yasab olgan orollarda harbiy aslahalar o'rinlashtirganligi uchun. Cumhurluk sayahatchi o'quvchi Shishan Jun mundaq ko'rsatdi. Növbəti nurgun alametler ko'rsatdiki ki Amerika-Cumhur münasebeti go'yo soğuk münasebetler urushi holatiga kirib qoldi. Amerika-Cumhur münasebeti yaqindan beri o'zgarib go'yo o'tmishda Amerika sobiq Sovetlar o'rtasida soğuk münasebetler urushi halt yuz berganda Amerika-Cumhur münasebeti ham bugun soğuk münasebetler urushi holatiga kirib keldi. Cumhur bilan Rossiya go'yo Shanxay hamkorlik tashkiloti orqali G'arb dunyosiga taqobil turmoqchi bo'layotdi. Amerika Davlat Müdafiə Ministerligining bu davlat mudofaa qonun loyihasi bu nuqtani aks ettirib berdi. Yani bir xabar, Prezident Trump bilan Xi Jinping telefonda baho talashib, Jongshin shirkatini qutqizib qoldi. Mavzuli xabar 5-ayning 26 kun Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungwa elektron cho'ng shirkati Jongshin oxiri tirildi. Bu komediyelik o'zgarishning keyingi Prezident Trump bilan Xi Jinping telefonda so'zlashdi. İki rəhbər telefonda ciddi bahatalaşdı. Prezident Trump cümə günü Pakistan televiziyasiga mundaq aşkarladı. Xi Jinping yaqında mənə telefon berdi. Jongshin şirkətinin fəaliyyətləri yardım berəlemsiz dedi. Prezident Trump bunun üçün nəmə bədəl төлəysiz dedi. Reis Xi Jinping'e qarşı. Dəb sual qoydu. Xi Jinping 50 milyard dolar cerimani төлeyimiz dedi. Rəhbərlikdə almaşdırımız dedi. Prezident Trump baha talışıb 150 milyard dolar dedi. 3 həssə baha tələb qıldı. Şundaqda Jongshin Amerikanın üskünələrini seçib eliş gerek deb qoşum çıxıldı. Baha talaşqandan keyin Xi Jinping Prezident Trump tələb qılğan 150 milyard dollarını 130 milyard dollarga düşürüb ma'qul bo'ldi. Prezident Trump cuma kuni 5-ayning 23 kun nutq so'zlab mundaq dedi. Men avval Jongshin shirkatini taqib etdim. Undan keyin yana ish boshladi. Bexatarlik kapolatlik qilish talab qilindi. Jongshin shirkati rahbarlikni o'zgartiradigan bo'ldi. Amerikada ishlangan uskunalarni setib oladigan bo'ldi. 130 milyard dolar cerimani koydu. Jongshin şirketi ofatdan qutulib qoldi. Bir xabar. Prezident Trump Jongshin şirketini jazolashda amaldan qoldirdi. 4 turlik og'ir shart oshkorlandi. Mavzuli xabar 5-ayning 26 kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Wall ko'chisi gazeti xabardor kishilarning xabarlaridan naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Qisqartdiq xabarni. Amerikaning cheklash buyrug'i Jongshin shirkatining mavjudligiga tahdid solib qolmasdan, Jumhurning boshqa davlat egiligidagi shirkatlarining mavjud bo'lib turishiga tahdid soldi. Demak, bugun Jongshin shirkati Jumhur iqtisodining yadrosi bo'lib qoldi degan. Şoňa Jumhur hökümeti Amerikaga yalvardı degan gap. Yalvargandan keyin Prezident Trump buni qo'yib etdi degan. Chunki bu Jumhurning taqdiriga, iqtisodiy taqdiriga munosabat keldi. Nima deydi?
O Johnson şirketinin mevcut bop duruşu tahdid selipli kalmasın Jungo'nun başka devlet ilgiligideki şirketlerinin mevcut bulup duruşu mu tahdid saldı. Jungo Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi mushu oyda Washingtonni ziyorat qilib, Johnson şirketi to'g'risida yana bir qatam Amerika bilan suhbatlashdi. Kim Jong-un prezident Moon Jae-in bilan yana ko'rishdi. Aqsaroyning tayyorlik qilish gruppasi Singapurga yurib ketdi. Xabar 5-ayning 26-kuni. 5-ayning 26-kuni yana bir yangi xabar. Koreyaning prezidenti Moon Jae-in bilan Chavshanning ma'muriyat boshlig'i Kim Jong-un Banminbiyanning Chavshan tarafida vaqtim yana ko'rishdi. Demak, ishlar asli keldi. 3 kun ichida vaziyatning o'zgarishi mushaga keldi degan gap. Ma ikki xabar, bir parcha xabar, ikki qilib anglatdik. Rahmat vatandoshlar.